Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'miz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizda ikkita eshik, ikkita rom qilib berdik. Bitta bir qanot, bitta ikki qanot. Ikkita ikki qanotli romimiz. Qilib berdik. Bunimizni o'zimizni Andijon viloyati Buloqboshi Shirmonbuloqqa qilib berdik. Xudo xolasa bularni mana bir chekkadan habzonni qilib beraman. Ularimiz keladigan bo'lsak, rangi cho'qqi rang bo'lgan. Razmerlari 120 ga eshikdi. Bo'yi 240 eshiklar. Bunisi 90 ga, bo'yi 240. Bu romimiz razmeri 180 ga, 115 razmer. Mana xudo xolasa rangi cho'qqi bo'ldi. Aynalardan germetlangan har doimgidek xudo xolasa. Bittasi ochiladigan bo'ladi. Zamoylardan xudo xolasa mana Turetskiy zamoylar bo'ldi. Ideal darajada bo'lgan. Laklari ham glansli. Charchaganmiz mana glansli lak. Xudo charchagan. Hamma yoqni ko'rishlari mumkin. Qalin 08 da bo'lgan. Mana kesaklaring ham preslangan. Kesaklar mana 11 bo'lgan kesaklar. Mana orqa ko'rinishlari. Xudo xolasa mana ko'rishlari mumkin. O'ta chiroyli holatda bo'lgan. Mana bularimizni pulli keladigan bo'lsak, eshigimizni 2.300 ga qilib berdik. Bu eshigimizni 1.800 mingga qilib berdik. Romlarimizni 1.400 mingdan qilib berdik mana. 1.400 mingdan shu holatdan qilib berdik. Endi sizlar razmerlarga qarab qilib berilaveradi. Endi razmeri katta bo'lsa 1.5 million bo'ladi romlar. Yana ham standart bo'lsa 1.5 million, katta bo'lsa pul qo'shilib ketaveradi. Kvadratdan 750 mingdan kvadrat 750 mingdan boshlanadi misol bilan. Hozir bularni keladigan bo'lsa qalinroq bo'lgan, mana 08lik endefda bo'lgan. Endeflarimiz ham sifatli endef ishlatamiz. Ichlari ham fabrika rekadan ishlatiladi. Bunaqa yo'q, rekalar bo'lmaydi. Mana xudo xolasa ko'rishlar mumkin. Bunimizni xudo xolasa qanaqa rang kerak bo'lsa aytaverasizlar, mo'l kerakmi, jigarrangmi, oqlaricha qimmatroq bo'ladi. 750 mingdan boshlab 1.5 millionga dollar bor. Kvadrat xudo xolasa qilib beraveramiz. Nomerimiz 91lik 487 0033. Vodiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz. Kanalimiz yangi bo'lsa, bitta podpiska, bitta like ayamanglar, xudo xolasa. Kanal rivoj uchun. Kanal agar qiziqadigan savollar bo'lsa, qiziqtiradigan kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat, sizlarga omad.